Assalomu alaykum. Ee, Hozir biz Essence Smart Security antivirusini o'rnatamiz. Bu antivirus ham bugungi kunga kelib eng kuchli antiviruslar bittasi hisoblanadi. Himoyasi juda ham yaxshi. Ee, Bu ishga kirishda boshlaymiz. Bu antivirusni essent.com saytidan ko'chirib oldim. Ko'chirish juda ham oddiy. Saytga kirganimizda bu yoqqa ham oddiy, misol uchun biz hozir bu yerdan probniy versiyasini sotib olsak bo'ldi. Bu yerda 30 kunlik berishligi haqida gapiryapti. Lekin 30 kunlik bermay qolgan taqdirda ham biz internetdan kodini olib qo'yib ishlatsak bo'ladi. Bu bilan internetda asosan kodlari 1 oy yo 2 oyga mo'ljallangan. Lekin sotib olsangiz 1 yillikka beradi. U juda ham qulay. Men hozir antivirusni sotib olgandik kodini. Shuning uchun free deb ko'chirib ola qoldim. Siz ham shunday qilsangiz bo'laveradi, chunki kodini siz sotib olguningizga davr internetdan olib qo'yib ishlatib tursangiz bu qulayroq. Bitta sotib olganingizda asosan 2 ta yo 3 ta kompyuterga beradi. Ko'chib bo'ldi. Mana endi o'rnatishga kirishamiz. O'rnash oddiy. Aynan ana shu o'rnatish yoki uстановить deganni bosishimiz bilan bu yog'ini o'zi avtomatik qiladi. Boshqa Essent.ru degan saytdan ko'chirib olganda o'rnashi unda ruchnoy qo'lingiz bilan barcha joyini o'rnatib turishingiz kerak bo'ladi. Unda necha noqulay tomoni kompyuteringizga Yandex bar, yana Yandex brauzer, shunga o'xshagan Yandex narsalarni o'rnatib qo'yadi qo'shib. Bunda menimcha unaqa narsa kuzatilmadi. Bu ancha o'rnash ham oddiy va oson. To'lib bo'lgandan so'ng bizda qabul qilasanmi yo'q qabul qilmaysanmi degan knopka chiqdi. Bu yerda o'zini shartlarini aytyapti. Oddiy o'rnashi qabul qilish deb bu yoqqa buni olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda pichkani qolganiga o'z xohishingizga qarab tanlayverasiz. Men mana buni tanladim. Bu yerda kompyuterda topilgan viruslarni o'chirish, yo'qotish, qoldirish, shunga o'xshagan narsa haqida gapiryapti, bilishimcha. Mana antivirusimizni o'rnashi davom etyapti. Bu 100% bo'lib 2 marta to'ldi menda. Hozir уже tayyor bo'ldi. Endi завершить yoki tugatish knopkasi chiqadi. Shuni bosishimiz bilan mana bu yerda bilishimcha chiqardi. Mana домашний расширение, домашняя работа deganni yoqib qo'ysa yaxshiroq bo'lsa kerak. Bu yerda imya пользователь и parol yoki ism birinchisidagi ism va parolni so'rayotgan joyda login parol so'rayotgan joyga kezaveramiz. Bundan so'ng mana bu yerga parol pastga mana bu yerga login pastga parol yozib chiqishimiz kerak. Faqat parolni internetdan olgan parol trial mana bunaqa shaklda boshlansa kerak. Aniq esimda yo'q. Men o'zimdagi kodni yozaman.
mana bizda kod to'g'riligini tasdiqladi. Davom ettirishni bosdik. Menga bu hozircha kerak emas. Ishga tushdi mana. Antivirusimizni endi umumanki har qanaqa antivirusingizni tez obnovleniya qilib turishligi bilan kompyuteringizni xavfsizligini qanchadir miqdorda ta'mirlab tursangiz ham bo'ladi. Bu ham yordam beradi. Bu yer juda ham ishlatish oddiy va oson. Bu yerda домашний stranitsada, ya'ni mana shu joyda antiviruslar bor yo'qligi, qanaqa holatdaligini va qancha muddatga ishlashligi, shunga o'xshagan ma'lumotlarni ko'rsatadi. Keyingisida izlashlik haqida gapiradi. Oddiy izlash ham oddiy, misol mana shuni bosishimiz bilan izlab ketaveradi. Yoki mana bu tanlangan izlash, USB izlash va shunga o'xshash izlashlar bor. Endi bundan keyin obnovleniya bo'limida obnovleniya qilib turganingizda kompyuterda yangilanib turadi. Bu ham juda ham foydali. Aynan ana shu antivirusingizni yangitdan ishga tayyorlab beradi desa ham bo'ladi. Keyingi bo'limidan o'ziga mos, o'ziga qulay bo'ladigan narsalarni, qo'shimcha himoya vositalarini yoqib olishingiz mumkin. Keyingi joyda ham va boshqa barcha joyda o'zi juda katta imkoniyat beradi. Родительский прав yoki bo'lmasam set, internet, elektron pochtalar himoya qilish, kompyuterlarni himoya qilishda ham yaxshi ishlaydi. Keyingi bo'limda ham bizda qo'shimcha imkoniyatlarini ko'rsatyapti. Men bu yerdan asosan ishlatib ko'rmaganman. Sizga yoqqan biror narsa bo'lsa, ulanib olsangiz, bu ham zarar qilmasa kerak.